Xo'p, mana keyin asosiy data sentrga yetib keldik. Server olib keldik. Endi boshlaymiz qo'yish. Ikkita joy ajratilgan. Xudo xolasa qo'ygandan keyin bir hafta test qilamiz. Tayyorlab. Bu serverdagi narsalarni polni yoqqa ko'chiramiz. Mana bu backupga o'tadi. Eski backupdan voz kechamiz. Enterprise lekin Vim Backup Recovery 13-versiya ko'tarmayapti. O'zi bo'lmay qotib ishlayapti. Ko'tarmagan chunki sekin protsessor slabый. Buni backupga aylantiramiz. Bu qo'shimcha test uchun, bu ham test uchun bo'ladi. To'g'ri, bu ikkinchi darajali server, mana testga aylanadi. Hozircha bitta blokdan yana to'g'ridan to'g'ri ulab qo'yamiz. Bu yoqda 9 kilovatli UPS kelgan. Bitta blokdan yana shunga ulaymiz. Endi faqat rozetka kelmadi, rozetka kelsa qo'yamiz. 9 kilovat bilan buni yana qaysi test server ulaymiz. Bu yerda hali yana ish bor, nafaqat serverda, virtualizatsiyada, rolni almashtirishda ish bor, balki UPSlarni ham nagruskasini перекид qilish ishi bor. Chunki svet bazada, ayniqsa qish oxiri, bahorlarda ko'p o'chadi va svet bo'lmasligi holati 4-5 soatgacha bo'ladi. 9 kilovat va xolasa bitta serverimiz uchun, asosiy serverimiz uchun 4-5 soat aniq yetib beradi. Qolgan holatda endi qolgan apparaturalarni prioritetiga qarab yana dalshi ishlayveramiz.